Yana budillikmi? 5 minutgina uxlasam zo'r bo'lardi-da. Birinchi navbatda xonamni tozalab olishga ahd qildim. Chunki toza va tartibli xona toza fikrlash uchun birinchi qadam. Ko'pchilik hozir hali ham uxlayapti, ammo men allaqachon kunimni boshladim. Chunki o'zgarish erta tongda boshlanadi. Lekin bu hali hammasi emas. Endi haqiqiy produktiv kun boshlanadi. Ishga kirishdan oldin stolni tezda tartibga keltiraman. Chunki atrofdagi mayda tartibsizliklar ham e'tiborni o'g'irlashi mumkin. Bugungi samarali kunimda MacBook Pro menga yordam beradi. Ish, ijod, produktivlik hammasi shu yerda jamlangan. Soat 7:00, yangi kun boshlandi. Stolim tartibga keldi. Bu esa faqat tashqi tozalik emas, miyam ham ishlashga tayyor. Endi esa MacBookni ochib, bugungi rejalarni amalga oshirish vaqti keldi. Xo'p do'stlar, videoni sarlavhasida ko'rgan bo'lsanglar kerak, ya'ni MacBook Pro bilan produktiv kun. Orqa fonini ko'rishinglar mumkin, MacBook Pro turibdi. Ya'ni soat 8 ga qarab yaqinlashyapti. Bu degani, masalan, soat 8:30 da ofisimga borib, ya'ni bugun ertalabdan kechgacha, ya'ni MacBook Pro bilan nima ish qilishim va nimaga bu MacBook Pro'ni tanlaganim va bu MacBook Pro'ni kimlarga tavsiya qila olaman. Video davomida o'sha ko'rib, sizlar o'zingizlarga xulosa chiqarib olasizlar va video oxirida juda ham bir yangiligim bor, ya'ni sizlar MacBook Pro'ni qayerdan sotib olsanglar bo'ladi. Ya'ni umumiy hali YouTube'da bo'lmagan ma'lumotlarni sizlarga keltirib beraman va shuncha mehnatni qadrlab videoga like bosib, kommentariyada qanaqadir savolinglar bo'ladigan bo'lsa yoki-da kontentni qadrlash uchun qanaqadir so'z yozib qo'ysanglar, men xursand bo'lgan bo'lardim va albatta kanalimga obuna bo'lib, videoni ko'rishda ayamamasam davom etamiz. Ketdik. Ertalab 20 daqiqa Atomic Habits'ni o'qib, kichik odatlarning qanday natijalarga olib kelishi haqida yana bir bor o'ylab qoldim. Kun davomida bu fikr hayotimda qanday qo'llashi mumkinligini sinab ko'rdim. Va video oxirida shu haqida o'z tajribam bilan bo'lishdim. Endi esa nazariyani amaliyotga o'tkazish vaqti. Ishga kirishamiz. Hop, o'sha soat 8:39 bo'libdi, mana. Ko'rishinglar mumkin. Soat 8:39. Endi ofisga borsam ham bo'ladi. Ofisim 9 ochilsa, tak. Bo'lmasam ketdi. Xo'p do'stlar, aytish esimdan chiqib ketdi. Men ismim Azizbek. O'sha sizlarga endi bugundan boshlab YouTube'da shunaqangi kontentlarni, ya'ni foydali kontentlarni olib chiqishga harakat qilaman. Bugun produktiv kunimiz boshlandi. Soat уже 9:30. Hozir bolalar bilan yig'ilish sekin ketyapti. Sekin ham o'rtog'im ham kelyapti. Nazarbek ismi. Men aytganimdek ismim Azizbek. Biz bitta komandada ishlaymiz. Mana hozir bugun syomkaga chiqishimiz kerak, Nazarbek. Assalomu alaykum. Azizbek Sotam. Nazarbek, bir nima deydi? O'zingizni bir tanishtiring. Assalomu alaykum. Meni ismim Nazarbek. Azizbekni ijod sherigiman. Ijoddagi sherigi. Shunaqa. Biz birga kontent qilamiz. Shunaqa. Sekin chiqaramiz. Bugun syomkaga chiqish kerak. Bugun syomkaga chiqish kerak. Уже soat necha bo'ldi? Soat 9 atrofi. 9:30 bo'ldimi? Ertalab orofdan ishlashadi. Xudo xolisa fayzli bo'ladi. Fayzli bo'ladi. 3-4 ta kontent olish kerak. Shunaqa, olmasak bo'lmaydi. Qoni qarang, qoni. Kontent qiladigan havo bo'ladi. Kontent qiladigan havo bo'libdi. Hop, bo'lmasam biz hozir pastga tushamiz ofisga. Bolalar bilan ko'rishib, sekin ish boshlaymiz. Do'stlar, biz ofisga kelib o'tirib joylashib oldik.
Endi MacBook haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. MacBook Pro M1 protsessorli bo'ladi bu. 8 ga 512 GB qo'limdagi. Nimaga siz buni sotib olishingiz kerak? Nimaga aynan Windows emas yoki professional kompyuter emas? Endi buni professional kompyuter bilan solishtirib bo'lmaydi-ku. Masalan, Windows masalan RTX 4080 ila 3060 video kartali kompyuterlar bilan sal solishtirib bo'lmaydi-ku. Lekin men masalan $1000, $1200 deb budjetdagi notebooklar bilan bemalol solishtirsa bo'ladigan ushbu notebookimiz O'zbekistondagi marketplace'larda o'rtacha $550 dan $700 gacha bu versiyasini sotib olsangiz bo'ladi. Yangilarini sotib olish maslahat bermayman. Chunki yangisini olsangiz ham bir xil shuni ishlatasiz, buvsini olsangiz ham shunaqa ishlatasiz. Bir xil shunaqasini ishlatasiz. Просто Apple bu marketing, ya'ni o'sha siz korobkani unpacking qilganingizda sizga qanaqadir ощущение berishi mumkin. No, sizga agar yangi olaman deydigan bo'lsangiz, umuman $2500 ga MacBook Pro, o'sha M4 Pro versiyasini olganingiz yaxshiroq. Xo'p, ushbu MacBookimiz MacBook Pro M1 13.3 dyuymli bo'ladi ushbu MacBookimiz. Masalan, dizaynerlar, motion grafika ham bemalol chidab beradi. Masalan, montajyorlar, mobilograf, mobil videograflarga, ya'ni shu boshlang'ich o'sha turdagi insonlarga bemalol ushbu notebookimizni bemalol tavsiya qila olaman. Ya'ni Premiere Pro deysizlarmi, After Effects, DaVinci, Final Cut Pro, xohlagan ilovalarida bemalol HD grafikadagi montajlarda qiynalmasdan ishlab beradi. Agarda siz 4K formatdagi videolarda montaj qiladigan bo'lsangiz, ozgina qiynalishi mumkin, eplab ketsangiz bo'ladi. O'shaning uchun ham bekorga boshlang'ich demayman. Agarda siz professional ijodkor bo'ladigan bo'lsangiz, ushbu notebookni maslahat bermayman. Kundalik hayotda ishlatishga va boshlang'ich mobilograf, videograflarga bemalol maslahat beraman. Xo'p, og'irligiga keladigan bo'lsak, og'irligi 1.4 kg bo'ladi. Bemalol ishlatib, masalan, kundalik hayotda ko'tarib yuraman desang yoki ryukzalarga solsangiz ham og'irligi bilinmaydigan darajada bo'ladi. Rangi silver rangi, uni 2 xil, 3 xil rangi bo'ladi o'zi. MacBook Pro'ni, ya'ni MacBook Pro bilan Air'ni farqini tushuntirib o'tib ketaman. Ko'pchilik bilmaydi, ya'ni ko'pchilik adashib MacBook Air olib qo'yadi. Masalan, MacBook Air M2, M3 M4 protsessorli o'sha MacBook Air pokoleniyadagi notebooklar bo'ladi. Sizga ularni olishni maslahat bermayman. Undan ko'ra mana shu MacBook Pro versiyasini olganingiz yaxshiroq. Ya'ni siz agarda montaj qilaman deydigan bo'lsangiz, dizaynerlarga, ya'ni dasturchilarga bo'lishi mumkin. Endi Air sizga maslahat bermayman. Faqatgina shu MacBook Pro versiyasi baribir Pro o'zini nomi bilan aytib turibdi. Ya'ni Pro versiyasini bemalol olsangiz yaxshiroq. Qaysi regionni olishimiz kerak? Bunaqangi savollar ham o'chab turishi mumkin. Sizga maslahat beraman, MacBooklarda hech qanaqangi region rol o'ynamaydi. Shuning uchun sizga maslahatim, siz birinchi navbatda uni xotirasiga e'tibor berishingiz kerak. Ushbu MacBookimiz 8 ga 512 GB, ya'ni RAM 8, 512 SSD xotirasi. Sizga maslahatim, agarda kuchliroq montaj yo'nalishda qilaman deydigan bo'lsangiz, buni 16 GB yoki 32 GB li variantlardan olib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Portlari ko'rishingiz mumkin, ikkita port ketadi bu yoqdan va bu yoqdan bitta audio jack, ya'ni o'sha naushnik ulab bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Ekraniga keladigan bo'lsak, 2560 ga 1600 piksel, ya'ni o'sha Retina display ekran, 60 Hzli bo'ladi. True Tone texnologiyasi bilan qo'llab-quvvatlaydi. Batareyasiga keladigan bo'lsak, ko'pchilik MacBooklar o'zi batareyasi ancha yetadi. Ushbu MacBook Pro'imizni batareya hajmi 17 soatdan 20 soatgacha, agarda montaj qiladigan bo'lsanglar yoki edit qiladigan bo'lsanglar, o'rtacha 10 soat, 12 soatgacha yetadi. Ushbu MacBookimizni klaviaturasiga keladigan bo'lsak, juda ham yupqa bosganinglarda, masalan, yozmoqchi bo'lsanglar, nima deydi, prosta uni til bilan ta'riflab bo'lmaydigan darajada maza qilib masalan, qo'lingizlar hamma yoqqa yetadi. Ayniqsa 13-dyumdagi o'sha versiyalarida, ya'ni bu yoqda touch barlari ham bor, ko'rishingiz mumkin. Sensor va bu yoqda ovozlarni upravleniya qilsanglar bo'ladi va yarkislarini, ekrani, o'sha klaviaturalar, podsvetkalar yonadi. Va eng o'sha Mac bo'lmagan, xohlagan notebookinglarni eng o'sha menga yoqadigan tarafi bu yoqda touch bari bo'ladi. Touch barda siz bemalol mana shunaqangi boshqarsangiz bo'ladi. Ta'riflashga til ojiz. Montajyorlar ayniqsa hech kim kerak emasda, masalan, unaqa qilasiz, bemalol boshqarib ishlatsangiz bo'ladi. O'zbekistonda
xohlagan marketplace, masalan OLX, Olcha, xohlagan o'sha marketplace'da izlab ko'radigan bo'lsangiz, ushbu noutbuk narxi o'rtacha $650 $700 yaxshi ideal stasionerni topasizlar. Lekin undan ham arzon, zo'r stasionerda ham garantiya bilan qo'shib beradigan do'konlardan biri, ya'ni Note Pro sizga mana shu turdagi noutbuklar, nafaqat MacBook hamda qolgan turdagi noutbuklarni ham sizlarga tavsiya berish mumkin. Note Proda agarda meni promo kodim bilan oladigan bo'lsangiz, 5% dan 10% gacha bemalol sizlarga chegirma qilib berishadi. To'liqroq ma'lumot uchun opisiyaga qoldiraman, o'zingizlar bemalol aloqaga chiqib, men nomimni bemalol chegirmada mana shu notebook deysizlarmi, kompyuter deysizlarmi yoki bo'lmasam, ya'ni gamerskiy notebooklarni olaman deydigan bo'lsangiz, bemalol ularga murojaat qilsanglar bo'ladi. Xo'p, endi bizda ozgina syomka jarayonlarimiz bor. Syomkadan keyin mana shu notebookni montaj jarayonlarida test qilib ko'ramiz, batareyasi qanchaga yetadi, hammasini test qilib video davomida ko'rib boramiz. Shuncha mehnatni qadrlab, videoga like bosib, kommentariyaga qanaqadir savol tug'ilgan bo'lsa yoki bo'lmasam, uncha ijodimni qo'llab-quvvatlagani good job deb yozib qo'ysanglar, nur ustiga nur a'lo bo'lardi. Qani bo'lsam ketdik. Hop, biz endi shu syomkaga chiqamiz. Mana komandamizga Bobur ham qo'shildi. Yo, endi hozir keldi demoqchiman-da, to'g'rimi? O'zingizni bir tanishtiring mikrofonni olib. Hamma tanishtirib endi keyingi videolarda chiqib qolsangiz ham takoy anaqada. Yuzimga faqat bijir-bijir qo'yasiz. Qo'yamiz endi. Da, o'zingizni tanishtiring bir. Hamma taniydi meni. Bobr kurwa. Ja pierdolę jakie bydle. Bober. Kurwa. Ej kurwa Bober. Kimlar siz? Siz vlogingizni tanishlarim ko'radi. Agar shu video 10 mingdan ko'p prosmotr etsa, siz nima qilasiz? Siz nima qilasiz? Hamma. Bitta like bosaman. Like emas, mujikcha bir nima qilasiz? Va Bobur agarda videoda 1000 ta like yig'adigan bo'lsa, bizga iftorlikka erib berishini aytdi. Va buni keyingi videolarda qo'yib boramiz. Shuning uchun videoga like bosib, kommentariyaga Bobur mujik deb yozib qoldiring. Bobur o'zi qanaqa xos? Stressful. Nechta video montaj qildingiz? Son cheksiz yo'q aziz. Hozir kerak emas qo'ying hamma videoga. Anchagina videolar montaj qildim. 2 video montaj qildim. Где-то bir yarim soat davomida zaryadim o'rtacha 100%, 98% ko'rishingiz mumkin, 84%. Yana hozir ish jarayoni ketadi. Qani bo'lsam ketdi. Iftor vaqtidan anchagina vaqt o'tib ketdi. Soat 9 ga qarab ketyapti, 8:58 va sizlarga hozir bitta statistikani ko'rsatmoqchiman. Ya'ni bugun mana soat 2:18 da oxirgi marta 100% zaryad to'lgan MacBookni va hozirgi zaryadi 53%. O'sha soat 9 bo'ldi. Deyarli 5-6 soatdan beri MacBookimni zaryadi, ya'ni yarmi ketgan. Atigi men ushbu yarmi ketish davomida 3 tugina videoni montaj qilib va qolgan mayda-chuyda ishlarga ishlatishga mashg'ul bo'ldim. O'rtacha bir 3-4 soat ishlatdim va batareya hajmi hali yarmi ham ketmagan. Menimcha, mana shu MacBook haqida sizlarga yaxshigina ma'lumot berdim deb o'ylayman. Ma'lumot o'rnida siz masalan meni videomni tasodifan YouTube'da ko'rib qoldingiz va social media, ya'ni ijtimoiy tarmoqlardan chiqa olmayotgan bo'lishingiz mumkin. O'zimni ko'p sinab ko'rdim, ya'ni o'zimga har xil challengelar ham o'tkazib ko'rdim, ya'ni dopamine detox challenge, har xil challengelarni o'tkazib ko'rdim. Agarda siz social mediadan, ya'ni ijtimoiy tarmoqlardan o'rtog'ingizga reels yuborib yoki Instagramda 3-4 soatlar qolib ketayotgan bo'lsangiz, ya'ni sizga masalan 10 yoshimdagi bolalarga, qizlarga beradigan tavsiyam eng muhimi o'chirish. Ya'ni biror narsaga erishmoqchimisiz, siz u narsalardan kechishingiz kerak bo'ladi. Va bugun yana bitta narsa o'rganganim, mana shu Atomic Habits kitobidan nima o'rgandim bugun? Ya'ni siz masalan qanaqadir yangi habit, ya'ni odat o'zingizga olmoqchi bo'lsangiz, yangi odat orttirmoqchi bo'lsangiz, masalan, siz kuniga 10 ta inglizcha so'z yodlaysiz va sizni inglizcha gapiradigan ability, ya'ni qobiliyatingiz yaxshi emas. Agarda siz o'sha
kuniga 20 minut yoki 30 minut ajratadigan bo'lsangiz, o'sha yodlayotgan so'zlaringizni birga qo'shib, birga tayyorlanadigan bo'lsangiz, bu sizda yangi qobiliyatlar orttirishga sabab bo'ladi. Bu degani, ya'ni ertama-ketin, masalan, bugun mana shu odatni orttirgan bo'lsangiz, ertaga o'sha narsani takrorlab va undan keyingi kunlarda o'sha boshqa odatlarni o'zingizga orttirishingiz kerak bo'ladi va keraksiz odatlardan kechmoqchi bo'lsanglar, birinchi navbatda mana hozir ko'pchiligimizda social media, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarga ketmoqchi bo'lsangiz, eng zo'ri o'chirishni maslahat beraman. Ayniqsa Instagram hamda TikTokni. Yo'l-yo'laka bugun o'sha kecha yozgan barcha planlarimni men bugun bajardim. Deyarli 95% bugungi kunim produktiv o'tdi degan hisoblayman. Ya'ni produktiv o'tdi deb hisobladim o'zimcha. Agarda produktiv kun bo'yicha va mana shu laptop bo'yicha, ya'ni notebook, ya'ni MacBook Pro haqida qanaqadir savolinglar bo'ladigan bo'lsa, bemalol berib kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin va shuncha mehnatni qadrlab bitta like bilan podpiskani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan Azizbek bo'ldi. Hammaga rahmat.